Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xabaringiz bor, Zamon xususiy maktabi ochilganiga mana 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida biz 70 dan ziyod o'g'il-qizlarga 1-2 sinflarda ta'lim berdik. Mana shu ta'lim, tarbiya natijasida qanday yutuqlarga erishdik? Avvalambor maktabning yo'nalishi odob, axloq, buyuk inson, buyuk shaxsiyat tarbiyalash yo'nalishida bo'lgani uchun odob, axloq masalasiga katta e'tibor qaratdi. Buning uchun ham umumiy holatdagi darslar, ham bolalar bilan individual holatda ishlash tizimini yo'lga qo'ydik. Ikkinchi, savodxonlik yo'nalishida o'qish, yozish, matematika yo'nalishlari bo'yicha davlat ta'lim standartida belgilangan me'yorlar to'liq bajarilib, undan tashqari o'g'il-qizlarimiz matematika bo'yicha mahalliy olimpiada, yuksak iqtidorlilar olimpiadasida 30 dan ziyodi qatnashib, 1-chi, 2-chi o'rinlarni egallashdi. Xalqaro ingliz tili bo'yicha xalqaro HIPO olimpiadasida qatnashib, o'g'il-qizlarimiz unda ham 2-chi, 3-chi o'rinlarni egallashdi. Vaholanki bu ingliz tili yoki matematika bo'yicha qatnashgan bolalarimiz 1-chi sinf emas, 2-chi, 3-chi sinflarni programmalari bo'yicha qatnashib, yuksak natijalarga erishdi. Undan tashqari maktabda bolalarni aqliy rivojlanishini oshirish, fikrlashini, ya'ni tanqidiy fikrlashini rivojlantirish maqsadida maxsus Mansurbek domla boshchiligida dars tashkil qilinib, bolalarni IQ'sini, ya'ni fikrlashini va aqliy qobiliyatlarini yanada kashf qilish, yanada rivojlantirish maqsadida mana shunday ishlar qilindi. Va bu ishlar bu yilgi oldimizdagi o'quv yilida yanada ko'paytirilib, uni yoniga qo'shimcha o'sha robototexnika va boshqa yo'nalishlarda yana to'garaklarni qo'shishni rejalashtirganmiz. Zamon xususiy maktabida yoshlarni buyuk shaxsiyatlar, dunyoni obod qiladigan o'g'il-qizlar bo'lib yetishi uchun qo'limizdan kelgan barcha xizmatni qilishga tayyormiz va buning uchun yetarli sharoit, yetarli dastur, tizim joriy qilganmiz. Barchalaringizni, o'g'il-qizlaringizni mana shunday ta'lim, tarbiya maskanlarida ta'lim olishlarini va buyuk shaxslar bo'lib yetishlarini Allohdan so'rab qolamiz.